O'qituvchi nafaqat bilimli bo'lishi, nutq madaniyatiga ham ega bo'lishi kerak. Ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi. O'quvchi to'polon qilsa, dars tayyorlamasa, biror nojo'ya ish qilsa, uni urib, so'kib, haqoratlab, tartibga keltirish bugungi kunda juda ham qiyin. Noan'anaviy usullardan, metodlardan foydalanish kerak. Men bu yerda o'zimning tajribamdan kelib chiqib aytmoqchiman. Bir o'quvchi bor edi, Dilbar degan qiz. Darsda u bilan bunisi bilan gaplashdi, baqir-chaqir qildi, kulib o'tiribdi. Endi uni turgizib, doskaga chiqarib, boshqa qilib jazolab o'tirmadimda, unga qarab turib, Dilbar dedim. U jimib menga qarab og'zi ochilib qoldi. Dilbar desam e'tibor bermas edi. Dilbar deganimga qattiq e'tibor berdi. O'zi ham hayron qoldi. Boshqa hech narsa demadim, darsni o'taverdim. Aytmoqchimanki, arzimasdek tuyulgan mana shu bitta tovushni o'zgartirib, o'rniga i ishlatish bilan ham anchagina ta'sir qilish mumkin ekan. Yana bir holat, ko'pincha o'quvchilar maktabda eshik oldida turib olishadi. Nari tur, yo'qol, yo'lni bo'shat deb baqir-chaqir qilishni keragi yo'q. Bir o'qituvchi bitta bolani surib yo'lni bo'shat deb harakat qilayotganda urush janjal chiqib ketgan. Men shunaqa holat bo'lib qolganda bolalarga qarab ovozimni ko'targan holatda taraqqiyot yo'lini to'sma der edim. Shunda bolalar o'zidan o'zi yo'lni bo'shatishar edi. Ba'zan shu gapimni eshitish uchun ham yo'lni to'sib turishardi. Meni gaplarimni eshitgandan keyin sekingina chiroyli qilib yo'lni bo'shatar edi. Oxiri shu darajaga yetdiki, eshikka yaqinlashganimda yo'lda turgan, o'sha eshikni to'sib turgan bolalar meni ko'rish bilan taraqqiyot yo'lini bo'shatinglar deb o'zidan o'zi yo'lni bo'shatadigan bo'lib qolishgan. Mana shunday oddiy, lekin original deymiz, noan'anaviy, alohida bo'lgan usullardan keng ko'lamda foydalanishimiz kerak.